Assalomu alaykum akalar, hormanglar, yaxshimisizlar? Ovozimiz jinniy shamollab qopti, xafa bo'lmaysizlar. Vaksina qiladigan payt keladi, video qilmasak bo'lmaydi. Hop, Lasotda bronxit vaksinasini qilamiz. Qaranglar. Tovuq, jo'jalar 2 soat oldin suvsatilib, 2 soat ichida qancha litr suv ichadi taxmin qilasizlar, o'shanga dorini eritiladi. Idishlarda obdon yuviladi, obtoda quritiladi. Shularga mayda detallariga e'tibor berasizlar. Vaksinani bonkali suvda beramiz. Plastmasda emas. Sababi bu katta, bu kichkina, bunda 1 litrdan quyib ko'paytirib beramiz. Hop, endi vaksinani ko'rsataman. Vaksinani ertalab olib keldim. Bu o'sha kampirlarimiz tuqqan tuxumi soat 10 bo'ldi. 12 ta bor, 11 ta tug'ib bo'lishdi. 11 ta. Hop. Endi vaksinani olamiz. Mana vaksinaga e'tibor berasizlar. Xolodilnikni morozilkasiga emas, xolodilnikni o'ziga qo'yiladi eshigiga. Esdan chiqmasin. Mana unaqangi muzga uraveradi, muzga uraveradi, olib kelib xolodilnikka qo'yib qo'yiladi. Hop. Besh ming doza oldik. Adlerlarga qo'yamiz mana. Lasotda bronxit 5000 doza. 1 soat bo'ldi, yana 1 soatdan keyin berishni boshlaymiz. Buni albatta tezda qilib turasizlar. Hop. Hay gitlar. Hop. Kattalarimizga sprey qilib yuboramiz, jo'jalarga chiqizamiz. Kampirlarimiz tuxumini terib bo'ldik. Ana abdirlarimiz. Ularga vaksina qilamiz. Yoshlar tushirib berdik. Materiyalar ham o'ziga yarasha bo'lyapti. 10 kungacha bo'ladi, iloji yo'q. Lekin yomon emas, yaxshi. Yugurib olishdi. Ana joyida. Hop. Endi oyog'imni almashtirib olay. Ovozimdan xafa bo'lmaysizlar, muzda ichib qo'yibman. Dozadan keyin bilindi. Bismillah. Hop, bitta orilarni sepib oldik. Ayolga. Hop, bularga sprey qilib yuboramiz. 3-4 kundan keyin elota qilinadi, yengil qilib, Lasotda bronxit ortiqchasi bor, nomiga sepib yuboramiz. Hop, jo'jalarga nimalarga e'tibor berish kerak? Jo'ja katta qilib turganda. Jo'ja katta qilib turganda hamisha oldida ovqat turish kerak. Shunga e'tiborli bo'lasizlar. Bu safargi tumshug'ini kestirmadik. Zakazimiz kesmaslik edi. Umuman kestirmadik. Lekin cho'qish ham yo'q. Hop, piyozlarni olib kelib maydalab berdik. Immunitetini ko'targani oyoqni tagiga nima ham tashladik, rakushka. Rakushka ham tashladik. Jo'jalarimiz zo'r. Mana tasni ushlaymiz. Sizlar mana jig'ildonlariga ham e'tibor berasizlar. Tumshuqlari kesilmagan. Bu makiyonchi ekan. Beslari zo'r. Hamma yo'q joyida. Hamma yo'q butun.
Dorili suvlar tayinlab berdik. Suv ketyapti. Profilaktika uchun qorin oro berib yubordik. Hamma yoq ochiq. Toza havo. Hech qanday bir gard yo'q, hid yo'q. Kimga tuxum yo'nalishidagi lomin sendek jo'jalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Qo'qonda 90lik 293 89 49. Bularga zakaz yarimiga olib bo'lingan, yarimiga olyapmiz. Kattalar bundan oldingi partiyamiz reklama qilinmadi-ku, sotib tugatildi. Aloqaga chiqaverasizlar, polniy tushuntirishlar berib o'tiladi. Ratsionlarda, vaksinalarda, holatlarda polniy o'zim tushuntirib beraman. Hech qanday muammo yo'q. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar.